O'zbekiston Energetika, Neft gaz va geologiya xodimlari kasaba uyushmasi tashkiloti tomonidan Paxtachi tuman gaz ta'minoti bo'limida ish beruvchi va xodimlar o'rtasidagi mehnatga oid munosabatlarni tartibga solishga bag'ishlangan umumiy yig'ilish o'tkazildi. Jamoa shartnomasining 2024-yildagi ijrosini muhokama qilishda jamoa shartnomasida ish beruvchiga yuklatilgan vazifalar, amalga oshirilgan ishlar, jamoa shartnomasida kasaba uyushmasiga yuklatilgan vazifalar yuzasidan Paxtachi tuman gaz ta'minoti bo'limining kasaba uyushma qo'mitasi raisi hisobot berdi. Bundan tashqari ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha komissiya tomonidan jamoa shartnomasining har bir bo'limiga alohida to'xtalib o'tildi. Shuningdek, Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali boshlang'ich kasaba uyushma qo'mitasi mas'ullari amalga oshirilgan ishlarning hisoboti yuzasidan fikr va mulohazalarni bildirdi. Hozirgi kunda korrupsiya holatlarini oldirish bo'yicha juda ko'p davra suhbatlari, joylarga kelib o'rganishlar, tushuntirishlari hamma joyda olib borilyapti. Hozir korrupsiya holatlarini oldini olish bo'yicha juda dolzarb ishlar olib borilyapti. Bizda ham tumanimizda shu korrupsiya holatlarini oldin kelib chiqmasligi uchun bugungi davra suhbati juda natijali bo'ldi deb hisoblayman. Yig'ilish davomida shuningdek ishtirokchilar tomonidan berilgan savollarga jamoa shartnomasi taraflarining vakillari tomonidan atroflicha javob berildi. Shuningdek, kasaba uyushma qo'mitasi raisligiga 3 nafar nomzod qo'yilib, qo'mita raisi saylovi bo'lib o'tdi. Unda eng ko'p ovoz olgan nomzod amaldagi kasaba uyushma qo'mitasi raisi Navruz Halimov saylandi. Yig'ilish yakunida ishtirokchilar tomonidan Paxtachi tuman gaz ta'minoti bo'limida imzolangan jamoa shartnomasining 2024-yildagi ijrosi qoniqarli deb topildi.